Biz sizlar bilan ushbu videoda qanday qilib PostgreSQL databazani to'g'ri o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Ushbu saytga o'tib olamiz va bu yerdagi download tugmasini bosamiz. Bu yerdan Windowsni tanlaymiz. Bu yerda tepadagi Downloads Installer, bu yerdan o'zimiz kerakli bo'lgan tanlab olamiz. Men Windowsni tanlayman. Yuklash boshlandi. Mana yuklovchimizga ham kirib oldik. Bu yerda shu ketma-ketlik Next bosamiz. Joylashuvini aniqlab oldik. Next. Va bu yerda bizga Stack Builder kerak bo'lmaydi. Buni olib tashlab turib Nextni bosamiz. Va endi Postgres userimizga parol kiritib olamiz. Next. Bu port raqamimiz shunday holatda qoladi. Bu ham default holatda qoladi. Next. O'rnatish boshlandi. Va mana o'rnatib bo'ldi bizning PostgreSQLimiz. Endi PostgreSQL o'rnatilgan papkaga o'tib olamiz. Va bu yerdagi bin papkasini manzilini nusxalab olamiz. Va push+r tugmasini bosib ushbu komandani yozib olamiz. Bu yerdan Advanced bo'limiga o'tib Environment Variables bosamiz. Va bu yerdan pathni tanlab Editni bosamiz. Yangi qatordan ushbu manzilimizni kiritamiz va saqlaymiz. Terminalga o'tib turib ushbu komandani yozib PostgreSQL ishlayotganini tekshirib olamiz. Parolni kiritib olamiz va agar sizda ham shunday natija bo'lsa, tabriklayman, PostgreSQLni muvaffaqiyatli o'rnatib oldingiz.